Assalomu alaykum, mana hurmatli obunachilarim, hammalar sog' salomatmisizlar? Dam olish kuninglarni oilalar bag'rida mazza qilib o'tkazyapsizlarmi? O'rtoqlar, bizning avtosalonlarimiz shanba kuni ham o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Bemalol kelaversanglar bo'ladi. Sergelida, Qo'yliqda, Toshkent viloyatida hamma salonlarimiz ishlayapti. Menejerlarimiz ham hammaligisi bor. Rassrochkaga mashinalarni bugunoq agarda 50% to'lasanglar 50%ni rassrochka qilib rasmiylashtirib o'zingizlarning nomingizga qilib bersa bo'ladi. Bemalol kelaveringlar. Banklarimiz soat 5 gacha o'z faoliyatini yurg'izadi. 5 gacha ulgursanglar yoki bo'lmasa undan oldin pasportlarni tashlasanglar biz tekshirib ko'rib aytamiz. Sizlar nomingizga rassrochka rasmiylashtirsa bo'ladimi yoki yo'qligini. Bemalol kelaverasizlar. Agarda bugun olib ketishni xohlayotgan bo'lsangiz 50% to'laysizlar, qolganini bank orqali chiqarib beramiz. Qolgan avtosalonlarimiz ishlayapti. Bemalol kelaveringlar.